Hamma ko'rdi mana qanday manzara ekanligini. Juda ham zo'r. Kemalarga katta sharsharalar ham bor ichida. Kemalarga ham bor ichida, kemalarga katta sharsharalarga. Nech pul? Kemaga nechta odamsizlar bu? Bitta. Bir kishi 20 ming bo'lish. 20 ming borish, 20 ming kelish. Oo. Mashinamni ham kiymagan ekanman-da, mashinamni pastga tashlab ketdim. Mayli. Shu kemani shu yerdan turib tomosha qilamiz siz bilan birgalikda. Taksi akamiz aytayapti, mana shu kemaga borishga 20 ming, kelishga 20 ming deya. Kemaga o'tirish, motorli qayiqqa o'tirish nech pul aka? Ya video domaydi. Ayting. YouTubegacha ketmaydi. Ya, YouTube pas, Instagram, TikTokda yurasizda. Mazza qilasizda, hamma taniydi. Kemalarga ham bor ichida kemalar. Aytmaydi, qarang. Aytmaydi. Xullas, o'sha kemani shu yerdan turib tomosha qilib qo'yamiz. Kema deyapti, motorli qayiqda kema deyapti. Demak, borish 20 ming, kelish 20 ming. Kater o'sha motorli qayiqqa minish bordir bir 50 ming. Xullas, u xarajatdan voz kechdim. Shu yerdan tomosha qilib qo'yaveraman. To'g'rimi? To'g'rimi? Ha. Mana? Yosh bolalar ham ma'qullayapti. Xullas kalom. Shu manzarani ko'rish uchun 1 yildan beri xayol surib yurardim. Bugun niyatimga yetdim. Men aytamanki, bizdagi To'sinsoy suv omboridan bu suv omborida suv kamroq ekan hajmi. Lekin juda dam olishga, turizmni rivojlanishga zo'r sharoit qo'ygan ekan. Qo'rqamanmi? Ichi bo'lmaydi, 2 qavatli kishi. Yo'q. Shohi biladi, 3 qavatligini sanam ko'rdi sirasi.